Papayam, paparyam, seni traktor yedirtiram qolasan jigarim. Baby, shut-tut-tut-tut-tut-tut, baby, shut-tut-tut-tut-tut, baby, shut-tut-tut-tut, beni tanla. Yo'q, ey bola. Вообще qo'shiqchi bo'lib ketaman yaqinda. Xo'p, hammaga assalomu alaykum bola. Men o'sha Felix yangi video o'qishga kelibsizlar bola. Короче, hozir yurdim o'zim mini velosipedimni bola aytish mumkin. Kichkina emasmi? Yo'q, bola normal nishoninglar ko'tarishga ham mana qulay, yengilgina uyga olib kirishga ham qulay va uyda turishga ham qulay вообще. Da bola va mana kreativ bor, ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rib bo'ldinglar va mana sniper bor bola. Okay bola, bizda sniper bor. Bu bilan xohlagan ishimizni qilsak bo'ladi. Masalan, da bola men tug'ma sniperman. Tug'ilganimda ham bola sniper ushlab tug'ilganman. Da bola shunaqa. Xo'p bola, bugun 3-iyun, ya'ni qanaqa kun? Bola bugun oylik beriladigan kun onasini o'zi vaqtida birinchida berilishi kerak edi. Birinchida u bu xatolik qo'ygani uchun endi bugun ko'chirilgandi. Ana endi oylikni bugun olamiz bola. Bugun oylik chiqadi. Bugun oylik chiqadi bola. Okay. Mana endi sekin mer oldiga boramiz, chunki hamma oylik merda. Mer berishlar kerak oylik. Okay, sekin. Okay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, mer qalaysiz? Yaxshimi, botim ketyaptimi? Da Felix salom, kreativ olsan eshitdim. Da kreativ oldim. Menga ancha yoqdi, axir bilasiz endi. Kreativsiz turolmayman. Shunaqa endi. Короче, o'zim men keldim bu yoqqa. Siz bugun 3-chi. Da vaqtda. Bugun qanaqa kun? Xo'p, hozir o'ylab ko'ring-da. Tug'ilgan kunimmi? Qanaqa tug'ilgan kuningiz? Bola, tezroq 5-tomon chiqsak, yuzimni ko'rsatib stream qilmoqchiman. Shuning uchun ham hozir kanalga obuna qo'yinglar. Va albatta, agar sizlarga karta yoki modlarim kerak bo'lsa, mana Telegram kanalim bo'ladi. Telegram kanal opisiya va kommentariyada bo'ladi. Albatta, hammangizni Telegram kanalimda kutib qolaman. Sal tug'ilgan kuning. Yo'q, o'ylab ko'ring bir. Xotirma tug'ilgan kunaman. Astag'firullah. Короче, topamadingiz. Bugun oylik chiqadigan kun-ku, oylik bermaysizmi? Oylikmi? Короче, oylik yo'q. Nimaga? Tepadan oylik tushmadi. Qanday tepadan oylik tushmasin? Aytdingiz-ku 3-chida tushadi deb. O'zi vaqtida birinchida berishingiz kerak edi. Endi tushmasa nima qilay? Rostdan tushmadimi? Timo bar pullarim. Siz hech qayerda ishlamaysiz-ku. Qanday qilib siz pullaringiz bo'lishi mumkin? Endi biznes u bo'lganlarni. Sizning biznesingiz yo'q-ku. Короче, mana pullarimda bora qilib olishmoqdan. Demak bermaysiz oyligi. Oylik olsa, mana yu turibdi-yu. O salab pul emas, mana pulim. Okay, men eslab qoldim. Unoq turib. Voy, o'zingga tan bo'lay. Okay. Og'zing qish ketganda men shuni peshnasidan taq otib qo'yardim. Necha bola, necha. Demak, oylik bor, lekin bizga bermayaptilar. Buni qanday tushunish mumkin bolalar? Lekin bizda kreativ bor. Bu degani bemalol oylikni o'zimiz ola olamiz. Qanday qilib desanglar? Axir mana bola kreativ bor, xohlagan ishimni qila olaman. Okay, bo'lmasa pastga tushamiz ozgina va bizda dinamit bor. Mana bitta reja bor bola. Короче, hozir mer uyini pastiga sekin dinamit bilan teshib chiqib, u bu qilib oyliga olamiz va mer uchun tuzoq tayyorlaymiz-da. Bular hammasi chotki. Mana qo'yamiz. Hammasini yo'q, stop. Mana shu normalniy. 2 sekunddan ozgina ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yapilla habibi bola bo'ldi. Bo'ldimi? Yo'q, men shunchalik chuqurim bo'ldi. Hatta bolaman o'ylaganimdek juda ham a'lo vatsligi tasga ko'rinmayapti hozir. Ozgina nima qilib yo'q qo'ysam. Bo'l chotki bola hammasi a'lo darajada yorib qo'yamiz bolalar. Va xo'p bo'lmasa qo'yalarini endi boshlaymiz sekin. Buni ham davay sekunddan hozir qo'ysak 9 sekund. Okay bolalar. 4 talik men uchun juda katta bola, nima deysizlar-a? Menimcha 4 talik juda ham katta. Sal kamaytirish kerak. Okay, biz buni
Aha, maytga shundoq qilib turib 3 tali neta bola bizga. Okay, let's go. Come on baby. Okay, mana yaxshilab mana fonar qilamiz. Ana endi normalniy bo'ldi bolalar. Ana idealniy, вообще perfect banana. Aha, yorug'roq qilamiz. Stop. Balki mer uyini tagiga kelgandir mana. Yo-moyo bolalar. Mer yashan ko'rib qolmadi. Lekin yop qo'ysak, da bolalar mer shuni tagiga kelib biz onasini yemsan, hop bo'lmasa endi pullarni sekin olamiz, to'g'rimi? Da albatta. Stop. Okay bolalar. Hop qatta edi onasini yemsan. Hop mana ishda. Qashta mer bo'lsa bolalar. Deng, mana tepasida edi. Ana men topdim bolalar. Da bolalar ham bo'lmashdi ekan. To'y hammasini olamiz o'zimizga. Всё. Ketdim bolalar. Menga juda yo'qotdi. He bola portlaydi o'yladimi? Yo'q bola portlamaydi bu. Okay, bo'lmasa hozir plan oldik, aytishim mumkin. Shunchalik katta teshik kerakmi deb. Da bola kerak. Mana endi mer uchun tuzoq tayyorlaymiz. Ya'ni endi eshik taraf mana shu tarafda bo'lsa, to'g'rimi? Da, yo-moyo, ko'chaga onasini yemsin. Da bo'ladi. Assalomu alaykum, mer qalaysiz? Okay, bola demak adashibman. Mana tarafda ekan eshik. Mana shu tarafdan shundoq turib, okay bola demak mana shu yerda bo'ladigan bo'lsa, eshik taxminan Nahotiga xato qilaveraman onasini yemsan. Da eshik mana shu yerda ekan bolalar. Okay, mana shunaqa tuzoq qilishni boshlaymiz. Ya'ni o'zimizning dehqoncha tuzoq bo'ladi bolalar, qanaqa desanglar. Hozir sizlarga tushuntiraman. Birinchi o'chirtda bolalar yaxshilab stop, pot ancha pastga qiladi bolalar. Bundoq qilib turib bolalar mana ishga qo'yamiz. Yog'amda. Yog'am qo'yamiz. Yo'q, stop. Yo'q, ana bolalar. Ko'ringlarmi? Tayyor joy. Tayyor place, ya'ni joy. Umid qilaman sizlar ko'ryapti. Endi bizga bo'ladi, TNT kerak bo'ladi. Men bilaman, merdan juda ham marazlarcha qasd olman. Endi mer shunga majbur qildi bolalar. Mer shunga majbur qildi bolalar. Okay, shunaqasiga qo'yamiz. Yo'q, bo'lmay qoldi bolalar. Ana bir deb chiqib olish kerak. Endi o'xshadimi bolalar? O'xshadi, ana bola o'xshadi, ana shuncha TNT, ya'ni endi bemalol merdan qasd olsak bo'laveradi bolalar. Mana endi ziyo qasd olar deyshadi. Men sekin mer mana shu bilmayapti, sekinroq gaplarish kerak bolalar. Mer bilib qolishi mumkin. Ana endi shundoq qilib turib bolalar bu TNT bilan to'ldiramiz. Ana endi bundoq turib Buradan chiqib ketamiz bolalar. Da yo'q bo'ldi, shuncha blok masalan. Ana endi hammasini yo'qotgan holatda shunday qo'yamizda. Yo'q, bola hozir emas. Mer, sizga bitta gapim bor edi. Qanaqa gap? Hozir keyinroq ko'rsataman. Keyin qanaqadir uyimdagida kalam shu yurtimi? Xullas, keyinchalik o'sha o'ldirarsan. Kalam o'sha o'ldiraman. Bu yoqqa yuringda. Juda ham muhim narsa bor. Endi buni sekin qo'yamiz, все. Mer chiqotdilar. Mer tezroq keling. Nima deysan yana? Nima bo'ldimi? Endi qochish kerak bo'ldi, qoch. Yo'q-moyo. Mer. Da bolalar, mer yaxshi.
what the fuck bug bo'ldim bolalar. Da lekin aniq mer o'lib ketib qoldi bolalar. Da qorasam ko'rinmayapti endi bechorani. Apa bo'vingni qoch bug bo'lib qopti. Bo'lmasmi endi bug bo'lib turadi endi shunaqa. Shuncha bola keyin ketdi-nu bolalar. Mer oylik berish kerak edi, nima matila qilganim yo'q. Короче bolalar, hammaga rahmat. Mana shu Felix bo'ldim va keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Всем пока.